I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotions. Assalomu alaykum, Texnoblog kanaliga xush kelibsizlar. Sizlar bilan men Ulug'bek Haydarov. Xo'sh, bugungi videomiz Xiaomi dan yangi hit desak ham bo'ladi. Hozircha bu eksklyuziv. O'zbekistonda ham, Rossiyada ham yo'q. Ya'ni blogerlarda. Bu telefonimiz Xiaomi 10T Lite 5G. Komplektatsiyasiga keladigan bo'lsak, komplektatsiyamizda ko'rib turganingizdek hamma telefonlarda bor, sim karta va flash karta uchun va qog'ozlar, qo'llanmalar. Xo'sh, bu telefonimizda nimalar bor degan savolga 64 megapikselli quad kamera va 120 Hzlik ekranimiz bor, ya'ni 120 ta kadr ko'rsata oladi 1 sekund ichida. Va gamerlar uchun, ya'ni o'yin o'ynaydiganlar uchun boshqa telefonlarda sensorni tezligi 200 dan oshiqroq bo'lishi kerak. To'shni raqam esimda yo'q, 200 dan oshiq Hz. Boshqa telefonlarda esa 140 Hz bo'lishi kerak. Bunda 2 barobar oshiqroq, ya'ni sensor 2 barobar tezroq ishlaydi. Xo'sh, keyingisi bu yerda yangi 2020-yilda ishlab chiqarilgan protsessor, ya'ni o'tgangi emas yoki undan oldingi protsessor, eski protsessor emas, bu yerda yangi protsessor Qualcomm Snapdragon 750G va batareykamiz 4800 mAh desak, mana shunday yozilgan mana, va zaryadkamiz quvvati 3 ampir 33 watt, ya'ni bu yerda tez zaryadlantirish xususiyatiga ega, ya'ni telefonni tezroq zaryadga oladi. Xo'sh, ko'rib hayron bo'layotgandirsiz, nifiga себе deb o'zbekchasini aytishingiz mumkin. Bu yevropeyskiy versiyasi. Sababi Rossiyaga hali kelgani yo'q bu telefonimiz. Shuning hisobiga zaryadni blok pitaniyasi ham yevropeyskiy. Shuning hisobiga xuddi shunday ko'rinishga ega. Kabelimizga kelsak, USB Type-C ko'rib turganingizdek, ichi qizil. Negadir bilmayman nimaga. Xo'sh, hozir telefonni o'ziga kelamiz. Telefonning o'zi esa mana bunday ko'rinishga ega. Ko'rib turganingizdek, fokus переливающий deb nomlanadi, ya'ni ranglari o'zgaradi. Ko'rib turganingizdek, hozir buni ko'rib turib, agar bundan oldingi videomizni ko'rgan bo'lsanglar, Poco X3 telefonni ham obzor qilganmiz. Buni tashqi ko'rinishi shunga o'xshab ketadi. Poco X3 da spishkasi bu yerda joylashgan. Buni esa spishkasi tashqariga qo'yilgan va bu yerda razmeri ham bir xil Poco X3 bilan va kameralari ham bir xil, один в один desa ham bo'ladi, birga bir. Bu yerda nimaga undan nima farqi bor degan savolga, bu yerda materialda farqi bor, ya'ni Poco X3 da orqa krishkasi plastikdan ishlab chiqarilgan. Bu yerda esa Gorilla Glass 5-versiyasi, 5-avlodi, ya'ni sinishga chidamliroq. Ya'ni bu yerda esa kameradagi oyna ham xuddi shunday himoyalangan, bu yerda ham shunday himoyalangan. Xo'sh, oldi ekranga keladigan bo'lsak, bu yerda ham oldi ekranimiz Gorilla Glass 5-avlodi. Hozir hamma telefonlarga qo'yilyapti, ya'ni yaxshi, o'rtacha, zo'r ham emas, lekin yomon ham emas, normal o'rtacha. Alifobni покрытияsi juda ham yaxshi. Alifobni покрытияsi. Bu yerda, xo'sh, yana Poco X3 dan farqi, bu yerda yangi protsessor 750G Snapdragon va 5G modemlar bilan jihozlangan, ya'ni hozir 4G bo'lsa, 4G ishlayapti hamma modemlar Rossiyada. O'zbekistonda qachon bo'lishini bilmayman.
Hozir O'zbekistonda tuzuk quruq 4G ham ishlamaydi. Faqat Toshkentda, shaharlarda ishlayapti, lekin hamma joyda emas. 5G qachon borishi umuman noma'lum. Shunday. Rossiyaga nima desa bo'ladi? Rossiyaga 2021-yillarga kelib qolishi gapi bor. Shunday gap yuribdi hozircha. Lekin ya'ni keyingi yilga, lekin hozirda aniq gap yo'q. To'shni nima, ya'ni nechinchi yil qaysi kuni kelishligi 5G ida. Lekin bu yerda zapasda 5G ishlaydi. Agar 5G уже kompaniyalar qo'yilgandan keyin ishlashingiz mumkin. Отдельный telefon sotib olib yurmaysiz o'sha paytda. Bu yerda ham Poco X3 ga o'xshab ekranimiz razmeri 6x67 razmeri, diagonali. Xo'sh, Poco X3 bilan bir xil. Bu yerda ham 120 Hz li ekran Poco X3 bilan bir xil. Xo'sh, lekin bunda yana bitta farqi Poco X3 dan. Bu yerda tezroq ishlaydigan xotiralar qo'yilgan. Ya'ni Poco X3 ga 2.0 versiyalik xotira qo'yilgan bo'lsa, bu yerga 2.2 bilan 2.0 da farqi bor. Sezilarli darajada bu yerda tezroq xotira ishlaydi. Shuni hisobiga bu yerda ham desa narxi qimmat Poco X3 ga qaraganda. Qancha narxi qimmat, qancha farq qiladi degan savolga javob. Bu yerda taxminan agar 128 gigabaytligini oladigan bo'lsak, 60 yo 70 dollar farq qiladi narxi Poco X3 bilan. Xo'sh, yana kameralar bir xil Poco X3 bilan. Poco X3 da oldi kamera 20 megapiksel, bu yerda 16 megapiksel. Nima uchun bunaqa qilganini bilmayman, menimcha ekonom qilishgan shuni hisobiga. Pastroq megapiksellik kamera qo'yilgan, lekin kачествоsi bir xil ikkalasi. Yomon joyi yo'q. Xo'sh, Poco X3 day bu yerda ham stereo dinamika, ya'ni bu yerda ham multimedia dinamika, bu yerda ham, ya'ni bu yerga ham kolonka qo'yilgan. Muzika eshitgan paytingizda bu yerdan ham ovoz chiqadi va kino ko'rayotganingizda, o'yin o'ynayotganingizda umuman maza qilib o'yin o'ynaysiz bo'ladi. Umuman problema yo'q. Ya'ni boshqa telefonlarga o'xshab bu yerdan chiqib qolib yoki bir tomondan chiqadi-ku, shuni hisobiga bu yerda anchagina звучанияsiga ham ovozi chiqishiga ham gap yo'q. Ekraniga keladigan bo'lsak, ekranida aytib o'tib ketganimdek 120 Hz texnologiya, IPS, AMOLED emas, bu yerda IPS texnologiya. Sababi AMOLED ekranlar juda ham qimmat, lekin aytishlariga qaraganda emas, dokazat ham qilishgan AMOLED ekranlarini ko'ziga ziyoni bor. Agar qanday ziyoni bor deb mabodo savol tug'ilib qolsa, YouTubedan, Googledan post bersalar chiqadi, zararlarini ko'rsatishadi. YouTube'da bor bu haqida obzorlar, videolar. Ko'rib turganingizdek 60 Hz, bunisi 60 Hz, bunisi 120 Hz. Ko'rib turganingizdek animatsiyada o'sha shu yerda ko'rsatyapti. 60 Hz da qanaqa ishlaydi, 120 Hz da qanaqa ishlaydi ko'rib turganingizdek. Bu yerda akkumulyatorimiz 4800 amper bo'lsa, agar 120 Hz qo'yadigan bo'lsangiz, 120 Hz da tezroq zaryad yeydi, lekin juda ham chiroyli ishlaydi interfeyslar. Agar 60 Hz qo'yadigan bo'lsangiz, kamroq zaryadga yeydi, lekin mana bunday holatda ishlaydi. Qolgan masalan boshqa telefonlar, byudjetli telefonlar, masalan 120 Hz yo'q, 90 Hz yo'q telefonlar hammasi 60 Hz da ishlaydi. Mana ko'rib turganingizdek, xuddi shunday holatda. 120 Hz esa o'yin o'ynagan paytingizda, video ko'rgan paytingizda kartinkani, videoni juda ham chiroyli ishlab chiqarib beradi. Xo'sh, yana bitta pluslardan biri, bu telefonga yangi funksiya o'rnatilgan, ya'ni masalan hozir
главный menyudasiz. Shu главный holatda, shu holatda, mana shu holatda telefon 30 kadr sekundiga ishlaydi. Ya'ni 30 Hz. Yoki YouTube'ga kirib video ko'rgan paytingizda 30 kadrlik videolarni 50 kadr qilib ko'rsatib beradi. Xo'sh, masalan, sizga 120 Hz kerak emas paytda 120 Hz telefon avtomatik o'chiradi. Sizga keraklik nima desa bo'ladi, kadrlarni o'zi avtomatik qo'yib beradi. Bu nimaga bunday qilingan? Sababi zaryadkani ekonom qilishligi uchun. Xo'sh, sim kartasiga keldik. Sim kartasiga xo'sh, nechta sim karta tushadi degan savolga, xo'sh, bu yerga 2 sim karta tushadi. Hozir topib ochamiz. Bu yerga 2 sim karta tushadi. Ham desa, qo'shimcha xotira qo'ysangiz ham bo'ladi, flash karta yoki chip deyiladimi, flash karta deyiladimi? Qanday to'g'ri yozilishi, aytilishini kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Xo'sh, bu yerga 2 sim karta tushadi, ko'rib turganingizdek. Mana, agar flash karta solmoqchi bo'lsanglar, bitta sim karta ishlatasizlar, bitta sim kartani olib qo'yasizlar. Shuni o'rniga flash karta solsanglar bo'ladi. Agar 2 sim karta ishlasanglar, chip solish kerak yo'q, flash karta qo'shimcha xotira qo'yish kerak yo'q bo'ladi. Hozir YouTube'larda yangi nima desa bo'ladi, odamlar o'zlari o'ylab topyapti. Ya'ni sim kartani qizdiradida, qizdirganda mana bu отдельный mana plastmassasini olib tashlashadi, faqat mana bu platasi qoladi. Platasiga qo'shimcha xotirani orqa tomoniga yopishtirib turib, shunday qo'yganmiz. Xuddi shunday holatda qo'shimcha fleshkani orqa tomoniga qo'yib yopishtirib, ya'ni 2 sim karta ham qo'shimcha xotira ham soladigan qilib qo'ysangiz bo'ladi. Albatta buni tavsiya qilmayman. Bunga juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Yoki ehtiyot bo'lmasangiz yoki sim kartangizni o'ltirib qo'yasiz yoki mana bu gnizdoni sim karta tushadigan gnizdoni o'ltirib qo'yishingiz mumkin. Ehtiyot bo'lmasangiz, shuni hisobiga ehtiyot bo'ling bu ishni qilayotganingizda. Sim karta lotogiga отдельный уже rezinka qoplangan. Bu rezinka nimaga qo'yilgan? Sababi nam o'tmasligi uchun. Telefonning ichiga shuni hisobiga rezinka qo'yilgan bu yerga. Xo'sh. Telefonga уже hozirgi paytda eng populyarni, eng nima desa bo'ladi, taniqli bo'lgan, eng ko'p ko'chirilayotgan bo'lgan o'yinni ko'chirib, уже PUBG ya'ni PUBG Mobile ko'chirib o'ynab ko'rdik. Protsessor juda ham yaxshi ishlayapti va video karta ham, video protsessor ham juda ham yaxshi ishlayapti. Umuman problema yo'q. Shu hisobidan 750G protsessor juda ham yaxshi o'zini oqlayapti. Bu telefon qachon kelishligi noma'lum. Rossiyaga yoki SNG, ya'ni O'zbekiston boshqa davlatlarga qachon kelishi noma'lum. Shuning uchun agar internetdan topsangiz bo'ladi, internetdan zakaz qilib keltirsangiz bo'ladi. Lekin zaryadkasi mana bunday holatda keladi. Mana bunday holatda keladi. Agar mayli shu holatda ham olib ishlataman desangiz, mana bunday qo'shimcha переходник deyiladi. Shundan qo'shimcha olishingiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, уже blok питания juda ham katta. Buni qo'yadigan bo'lsangiz, undan ham katta. Shuncha boshqaroq kerak emas desangiz, agar qo'ydingiz telefonni Poco X3 qo'ydingiz, qaysi birini olishni maslahat bergan bo'lardim. Agar telefonni tezligiga va korpusini качественныйligiga sizga qizig'i yo'q bo'lsa, unga ja qiziqarmisiz? Poco X3 ni oling. Sababi Poco X3 arzonroq bunga qaraganda. Lekin bu ham o'yinlarni juda ham yaxshi ishlaydi. Snapdragon Qualcomm'da 732 protsessorda ishlaydi. Juda ham yaxshi protsessor. U ham o'yinlarda bez problem o'ynaysiz. U yerda ham 120 Hz ekran bor.
5000 amper akkumulyator batareykasi yaxshi ishlaydi. O'yinlarda hozircha problem bo'layotgani yo'q. Agar Poco X3 ni obzorini ko'rmagan bo'lsangiz, opisaniyada qoldiramiz, kelib ko'rishingiz mumkin yoki qolgan videolarimizdan shu kanalimiz ichidan topasiz Poco X3 ni videosini. Bu yerda ham как положено качественно ishlangan Poco X3 ham. Bu yerda ham yomon emas. Bu yerda nima desa bo'ladi? Poco X3 ni kuchaytirib qo'yilgan holati bu. Chiroyli dizayn va qimmatroq nima desa bo'ladi? Materiallardan ishlangan korpus, yangi protsessor va 5G sim karta tezligi, internet tezligi. Shu. Agar sizda hozir данный момент 5G ishlamaydi, 1 yilsiz ya buyog'i taxminan 1 yilsiz Rossiyaga kelmaydi. O'zbekistonni gapirmasa ham bo'ladi. Shuning uchun sizni qiziqtirmayotgan bo'lsa, bu bemalol Poco X3 ni olishingiz mumkin. Shu. Agar Poco X3 dan ham yaxshiroq ishlaydiganini olaman desangiz, qo'shimcha $50-60 qo'shasiz, ustiga Poco X3 da buni olishingiz mumkin. Buni esa через internet zakaz qilasiz. Poco X3 ni o'sha magazinlarda, sotuvga chiqqan magazinlarda sotib olishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda uchrashguncha xayr salomat bo'ling. Like va podpiskani esingizdan chiqarmang, obuna bo'lishni. Agar videolarimizda kamchilik xatolar bo'lsa, kommentariyaga yozing. Keyingi videolarimizni to'g'rilashga harakat qilamiz. Xayr salomat bo'ling. Tugadi. Degan ekan.